mana gazoblok uskunamizni mana qo'shimcha qoliplari bilan komplektlar safarga chiqib ketyapti. Уже chiqib zakaz qilishgan qo'shimcha qoliplar bilan mana chiqib ketyapti. Kimga shunaqa gazoblok uskunalari kerak bo'lsa, mana bu mashinalarni olib borib, qo'yishlarni o'rgatib ishga tushirib beramiz. Mana gazoblok bu yerda turli tuman hammasidan bor. Gazoblok minnisi deysizmi, katta mishalkalar, katta qoliplari, yotiq qoliplari, umuman bo'linadigan hamma turlardan bor. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda juda ko'plab miqdorda har xil mishalkalar qo'yilgan. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 manaqa yaxshi qoliplar, hali germetiklab, hamma taraflarni yopish shart bo'lmagan yaxshi variantdagi qoliplarimizdan mana bor. Suv o'ngisi desam, mana konteynerdan yasalgan, baquvvat, yaxshi variantda mana 110 litrda обратный, mana ikkita tent, datchik, mana 32 lik kranli, o'zini yoqadigan avtomatlar, rozetkalar, suv motorlar hamma yo'qlari bilan shunaqa bo'ladi. Reskasi gazoblok chiqarish uchun nimasi bo'lsa hamma yo'q bilan olib borib, quyishlarni o'rgatib ishga tushirib berilyapti. Joyidagi narxi $1,500, dastavkalari shu adresga qarab. Mana mini gazoblokda mana yotiq qoliplari ham bor. Mana o'zini latok tumbalari kerak bo'lsa gazoblokga chiqarsa bo'ladi. Mana shu yotiq qolipda chiqqan gazoblok. Ko'ryapsizlar? Juda tekis variantda qilingan, anchagina qattiq. Gazoblok, penoblokka hozirgi kunda talab juda ortib boryapti. Endi O'zbekistonda o'zi qurilishga juda ko'p bo'lyapti. O'shaning uchun bularga talab juda zo'r. Kim shu biznesni yo'lga qo'yaman desa, O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlarni o'rgatib, ishga tushirib beramiz. Mana shu aytilgandek gazoblokga yotiq mini qoliplari, Euro penoblok qoliplari. Mana penoblokga mana bu yerda har xil assortimentda hammasidan bor. Hali ko'pchilik mana turbalik, teshikligi deydi. Ilgari 2 taligi bo'lardi, hozir mana 6 talik varianti 100 lik turba o'tgan variantdagilar komplektlarimizdan qilib beraman. Bu komplekt ponni $1000, hamma yo'g'i bilan kompressor, mikser, latok bunday tumba bo'lmaydi. Bunda tumba kerak emas. Mana ko'ryapsizlar, rastor bochkasi. Legoli varianti bir-biriga kiyiladigan. Buni ham ponni komplektlari bilan O'zbekiston bo'ylab $950 dan, vodiy bo'ylab $900 dan. Mana Euro bu yil 2025-yil, 24-yil juda trendda bo'lyapti. Euroga talab juda zo'r, sababi g'ishtlar, burchaklar juda tekis chiqadi. O'shaning uchun bunaqa Euro komplektlarimiz bor. Mana Euro komplekti ham oshiq-moshiqlar baquvvatlardan qo'yilgan, profillari ham, stenlari yaxshi variantda qilingan mana. Ko'rasizlar? O'zini bonusda latok listi, kolonna listi, salkam mincha pena bo'lib ketadigan penalari, kompressor, mikser, pulsator, shlanka, pena generator, rastor bochka hamma yo'g'i bilan. Euro komplekt $800 joyida, $850 vodiy bo'ylab, $900 O'zbekiston bo'ylab. Belida 2 qatorli profilli komplektimiz $730 joyida, $780 vodiy bo'ylab, $830 O'zbekiston bo'ylab. Bunda ham hamma yo'g'i bor, komplektlar qilib beriladi. Abishli komplekt har doimgidek $700 joyida, $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. 10 toradigan bochka deysiz, umuman zakazga hamma turlaridan bor. Mana ba'zi yevroni yarim perga o'tkazib, to'liq umuman reska mana hamma mishalkalarni mana ba'zi ko'plab miqdorda qoliplar o'zi terib, kraska qilinish jarayoni ketyapti bu yerda. Kimga shunaqa penoblok, gazoblok ishlab chiqarish bizneslari kerak bo'lsa, eng arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlarni o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olishi, qanaqa tayyorlanishi hamma sirastorlar o'rgatiladi. Ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarimiz 94lik 504 11 77. Tunukun xizmatingizdamiz.